Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qadri baland, qadrli insonlarim, meni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib, faoliyatimdan qalblari quvonchga to'lib, xursandchiliklari ziyoda bo'layotgan, meni qo'llab-quvvatlayotgan aziz kuzatuvchilarim, barchalaringga bu fayzli, barokatli juma muborak bo'lsin. Bu muborak manzillarda barchalaringning haqqalaringga avvalin oxirin degan oshkora maxfiy duolarimda Alloh subhanahu va taolaga ijobatini bersin. Bu go'zal manzillarda turib yana bir bor haqqalaringga duo qilib so'rayman. Allohim, mana shu manzillarga kelib yaqinlarimning haqqiga, mendan duo umidvor bo'lganlarning haqqiga duo qilishlikka imkon bergan, ilhom bergan zot Allohim o'zingsan. O'zingga behisob hamd va sano va shukronalarim bo'lsin. Rasuling Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat durudlarim bo'lsin. Ya Robbi, bu go'zal manzillarda, ulug' manzillarda ya Robbi so'rayman. Allohim, kimiki meni kuzatib, nimaki murodda duo umidvor bo'lib turgan bo'lsa, barchasini ko'rguvchi, bilguvchi, xabar topguvchi zot Allohim ularni ko'ngillaridagi murod istaklari, duo umidlari dunyo oxirati uchun xayrli bo'lsa, Parvardigor olam murod istaklarini, duolarini ijobatini bergin. Parvardigor olam barchalarini Allohim duolar ijobat bo'lguvchi bu manzillarga qadamlari yetib kelishligini nasib qilgin. Allohim kelganlarni takror kelguvchilardan qilgin. Allohim barcha kuzatuvchilarimni, xonadonlarini tinch qil, fayzli qil, barokatli qil. Barchalarni ikki dunyo baxt saodati yetkiz. Allohim qilayotgan kasb-korlarga rivoj ber. Allohim ularni har qanday baloyo ofatlardan, shikastliklardan, bevaqt o'limlardan Allohim barchalarni o'zing asragin. Allohim kasb-korlarga rivoj ber. Xonadoniga halol rizq olib kirishiga bu kasb-korlarni sabab qil. Allohim Parvardigor olam qalblarda o'zingga, kalomingga, rasulingga bo'lgan muhabbatlarni barchalarda ziyoda qil. Allohim yurtimizni tinch qil, osoyishta qil, ravnaqini ziyoda qil. Allohim rahbarlarni Allohim o'zing tanijonni salomat qil. Amin, amin ya robbil alamin. Allohim bu go'zal manzillarda qilgan jamiki duolarning ijobatini ber. Amin, amin, amin ya robbil alamin.